Nima uchun Abdulmanap Nurmagomedovning maktabi MMA dunyosidagi eng kuchli maktablardan biri? Taktika Fighter'ga obuna bo'ling va videolarimizni o'tkazib yubormang. Abdulmanap Nurmagomedov maktabi mag'lubiyatsiz jang olib boradigan jangchilarni ishlab chiqaruvchi tizimni yaratgan. Sababi bu maktabda taslim bo'lish man etilgan. Barchasi Habibning otasi Abdulmanap boshchiligida qurilgan. U shunchaki kurashishni emas, balki mustahkam intizomni shakllantirgan. Uning shiori oddiy edi. Charchoqqa qaramasdan ishlashda davom etish shart. Bunga yaqqol misol Habib. Uning 29-0 rekordi qolganlar uchun namunaga aylangan. U UFC'ni mag'lubiyatsiz tark etdi va otasining rejasi ishlashini isbotladi. Maktabning hozirda eng yorqin namoyandasi bu Islom Makhachev. Uning rekordi 28-1 va u hozirda UFC'dagi pound for pound eng kuchli jangchi. 2015-yildagi yagona mag'lubiyati esa uni faqatgina chiniqtirgan. Hozirda u 16 talik g'alaba seriyasida ketmoqda. Keyingi janglarda ham uning g'alabasiga shubham yo'q. Islom ortidan esa Umar Nurmagomedov o'zining 21 rekordi bilan UFC'ning yarim o'rta yengil vaznidagi xavfli va deyarli mag'lubiyatsiz jangchilardan biriga aylangan. Uning texnikasi va tezligi sababli uni yengish oson emas. Usman Nurmagomedov esa Bellator va PFL ligalarida mag'lubiyatsiz janglar olib borib, hozirda 21-0 rekord bilan ketmoqda. Sir nimada deysizmi? Bu genetika emas, bu faqat intizom. Tong sahardan boshlanadigan mashg'ulotlar va doimiy rioya qilinadigan qat'iy qoidalar. Siz yana qaysi shu kabi jang san'atlari maktablarini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.